fe'lni aynish haqida dars qildik. Nima uchun bolalarning fe'li tabiati ayniydi? Chunki bolalar ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni boshladi. Haqiqiy musulmon ota nima qilish kerak? Bolasini tushunchalarini, bolasini qalbini, bolasini fikrini haqiqiy qahramonlar bilan, haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlar bilan, kumirlar bilan to'ldirishlik kerak. Sportchi, qo'shiqchi, aktyorlar bilan emas. Birodar, agar sen farzandingni qalbini mana shunday bir haqiqiy ibrat bo'lishga yaraydigan odamlar bilan kallasini, qalbini to'ldirmasang, ishonaver, boshqa yerdan to'ldirib oladi. Payg'ambarlarni gapirib ber. Mana kim ibrat bizga. Sahobalarni gapirib ber, tobiinlarni gapirib ber. Bular bo'lgan odamlar, real odamlar. Senga televizorda ko'rsatayotgan bari soxta, yolg'on. Agar sen bermasang shuni birodar, bolang albatta narigilarni o'ziga ibrat qilib oladi.